Hafta o'rtasida ayrim hududlarda yana yomg'ir yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Chorshanba kuni Toshkent shahridan tashqari aksariyat hududlarda yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat hafta davomida 28-31 daraja atrofida bo'ladi. Joylarda shamol kuchayishi, sel va qor ko'chishi xavfi bor. Dushanba va seshanba O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va juda iliq havo bo'lishi kutilmoqda deya xabar berdi O'zgidromet. Havo harorati kunduz kunlari 23-28 daraja, ba'zi joylarda 30 daraja bo'ladi. 9-aprel kuni respublika janubida, markaziy hududlarda va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kutilishi mumkin. Harorat 3-6 daraja pasayadi. Haftaning ikkinchi yarmida respublikaning barcha hududlariga havo asosan biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati yana ko'tariladi va ish haftasining oxiriga kelib 28-31 daraja bo'ladi. 7-aprelda respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 7-8 kunlari Toshkent va Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Toshkent shahrida 7-11 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 7-8 kunlari 26-28 daraja, 9-aprelda 22-24 daraja, 10-aprelda 25-27 daraja, 11-aprelda 28-30 daraja, kechalari asosan 10-15 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.